Assalomu alaykum hammaga. Kech bo'lganda bizga zamin meva uzdan resep keldi. Hidishini mishqalligini qarang. Rosa chiroyli. Voy, to'lalgini qarang. Qanaq soldinglar? Mashalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Bunaqa qulupnayni ko'p yeb ko'rgandim, lekin mana qulupnaydan hali yeb ko'rmagan edim. Oz yer ketarkan. Mazasi вообще zo'r ekan. Shaftoli. Birinchi marta mana shu zamin meva o'ziga dastavka qildirganman-da. Keyin istoriyamda onam bilan ko'rib qolib, "Maryam yegim kelyapti. Nima bu? Qisir degandilar." Keyin Kamol Oripovani atmetka qilib, men ulardan ko'rib zakaz bergan edim. Ularni atmetka qilib yeganimni istoriyamga qo'ysam, ko'pchilik qisir nima? Qisir deb yozgan ekanman-da. Qisir emas, qisir bu narsa. Lekin yeyotganda qisir deydi. Mazasi zo'r haqiqatan.